Wanted Boys bosh murabbiyligini tark etyaptilar. Sardor aka komandamizga birinchi kelgan kunlardan boshlab biz uchun jonini berib keldilar. Tezroq. Sardor akani menga eng yoqqan xislatlari bu o'zlarini 100% har bir o'yinda, har bir trenirovkada jonlarini berib chiqib ketishlari. Eng esda qolarli vaziyat bu Qirg'izistondagi finaldagi o'yinda meni zashitadan napadaeniyaga chiqarib, oxirgi minutlarda ishonganlari. Kings Ligada Pyuro bilan o'yindan oldin 1-1, 2-2 vaziyatlarda ikkinchi o'p chiqishimni taklif qilganimda Sardor xo'p deganlar, o'yindan bir kun oldin xonalariga chaqirganlar, xonalariga kirganimda men senga ishonaman deganlar va Meni esimda qolgan eng asosiy gaplari bu har doim men bu narsa birinchi o'rinda turadi deb har safar gapirardilar. Finaldan oldin gaplari, ya'ni ular futbol legendalari bo'lsa, sizlar men uchun, masalan, futbolda legenda bo'lsa, sizlar media futbolda men uchun legendasiz. ITV Cup turniri boshlanishidan oldin Anmontdan ozgina uzoqlashib qolgan edim. Chunki muammolar bor edi. O'shani hal qilishga transferga ulgurmayotgandim. O'shanda Sardor aka chaqirib, oldilariga "Sen hali komandaga keraksan, ancha foydang tegadi" degan gaplari esimda qolgan. Bo'ladi, o'yinimizga ham rosa katta o'zini hissalarini qo'shdilar. Bu narsani boshqa trenerlar va boshqa insonlar ham yetib o'tdi. Har safar gap aytadilar. Sen meni uchun kapitansan, men senga ishonaman. Chin ko'ngildan men faqat rahmat aytib qolaman. Bergan o'qitlari, biz uchun jon kuydirganlari uchun kattakon rahmat. Xudo xolasa keyingi proyektlarda hali ko'p uchrashamiz degan va yordamlari tegadi degan umiddamiz. Lekin Sardor aka Wanted Boys strukturasida qoladilar va xudo xolasa tez orada sizlarga ular bilan birga qiladigan yangi proyektlarimizni e'lon qilamiz. To'g'ri futbol o'ynasak, men ishonaman, shu to'g'risi 100 emas, 500% biz yutamiz. Vперед!